juda yaxshi-da. Qirsaksizlar. Birinchi kelganingizda hushidan ketib qolardi desa, hushidan ketib qolishlar bo'lardi. Yana bir bor mana azizlar, yaxshimsizlar. Yana mana zo'r natija, mana ko'rabsizlarmi? 3-aprelda kelingan, e'tibor beringlar. 3-aprelda kelganda yurak urishlar soni 48 ta bo'lgan. Bemor o'sha paytida 3-aprelda kelganda shikoyatlari bosh aylanishlari hattoki hushdan ketishgacha bo'lgan. Hushdan ketishgacha bo'lgan. Bemor hayron bo'lgan, yuragimga dori bermadi deb turib, hozir ham so'rab, yuragimga lekin dori bermadingiz deb turib. Chunki bu yurakni kasalligiga olib keluvchi sabablar boshqa bo'lganda, o'sha sabablarni birinchi avvalambor davolab ko'ramiz, undan keyin yurakka kerak bo'lsa, keyin ko'ramiz deb turib aytganman. Bemor lechenlarni olgan, boshida menimcha to'liq olgan. Har kuni ichib e'tibor bering. 59 ta, 62 ta mana hozirgini ko'ryapsizlar, mana bugungi bu. 21-iyul sanasida pulsga e'tibor berasizlarmi? 59 ta. Hozir endi bemorda hushdan ketib qolish holatlari bo'lmadi, shu vaqtgacha. Hushdan ketish bo'lmadi. Qaranglar azizlar, bu bemor 1 oylik yozib, lecheniyani 1 oydan keyin qayta ko'rikka kelasiz deb turib boshida 1 oy qilgan, lekin ba'zi bir sharoitlarga ko'ra cho'zib ketib 3 oy deganda kelgan. Ya'ni 2 oy orada lecheniyani olmaganda ham hali lecheniyani ta'siri saqlanib qolgan. Hozir mana o'zlaridan eshitamiz. Nima deyapti biz opajon, anaqani o'zlaringiz tomoningizda yurak kasalliklari o'zimiz tarafga yurak nimadan ko'p bunday o'lim holati bo'lyapti-da, shu uchun xo'jayinim qo'rqib yana повторni olib kelishga nima qildilar, majbur bo'ldilar-da. Yurak urishlari mana qolib ketdi, tez urar edi. Yuragingiz tez urib ketishlari. Ana endi dedingizda sanang nima qildi deb kardiyogramma qilish kerak. Yo'q, urishlar yo'qolib ketdi, ancha vahima, qo'rquvlar yo'qoldi. Vahima qo'rquvlarimiz ham yo'qoldi. Malati, uyqumuz yaxshi. Yana ichingiz qotib qoladi, 7 kunda keladi. Yo'q, hozir har kun keladi. Har kuni keladi. Shunday deb siz qanday ich qotishga lechena bermagansiz. Ich qotishga hech narsa yozmaganmiz. Mana shuning uchun aytaman-da, kasallikni sababini aniqlaydigan bo'lsak, unaqa ko'p dori kerak emas, lekin ko'p kasallik bo'ladigan bo'lsa, ilojini bo'lmaydi. Avvalambor kasallikni tuzatib, keyin tabiiy narsalarga, vitaminlarga, giyohlarga keyin o'tamiz. Lekin kasallik bormi? Mana xuddi bitta gul o'sib chiqishi uchun gulni o'rab olgan chilmoq bor. O'sha chilmoqni tozalab tashlasangiz, keyin gul o'sadi-ku. Suv quyib tursangiz, tabiiy narsa yeb tursangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa bizning tanamizga kasallik hamda o'zim xursand bo'lib ketdim. O'zim juda xursand bo'lib ketdim. Yo, sizga ham rahmat. Mana shunaqa azizlar, yaqin o'zi nimani eshitdingiz? Qaysi kasallikdan o'lib ketadi? Yoshlar yurak qon tomirlaridan-da. Necha yoshlarda? Zaman 42 yoshga 40 masalan 38 yoshga bir kelinchak kechga mana o'zim dejur edimda, reanimatsiyada kelib turib ko'chib nima bo'lib qoldi. Qo'shnimiz 37 yoshga edi ana shu. 37 yoshda. Yoshgina kelinchak, 3 ta bolasi. 3 ta bolasi ko'chib hech yuragidan endi bu bezovta bo'lganmasa ham ko'rinmagan. Men shundan qo'rqib qolib xo'jayinim yaxshi ko'rsatdi. Bunichi bemorda baribir shifokor bo'lmagandan keyin tushunmaydi. Ulargacha buni aytishimiz kerak. Kel, tekshirtir deb turib. Mayli kim nima deb o'ylasin. Zato biz umrini uzaytirib, qanday deb savol qilgan bo'lamiz.